Birinchi 8-qavatdan men manzarani ko'ryapman. Keyin men uyimizni to'liq video obzorini qilib beraman. Shaharning ko'rinishi, Urban Stroy turar joy majmuasiga kelganmiz. Juda chiroyli vid, eng tepa qavat. Xonadonimizga kiraverish eshigi 87 kvadratli xonadon, 3 ta xona. Planirovkasi noodatiy chiqqan ekan. Mana kirib keldik, shunda bizani mana shunaqa katta hol, zal, studiyni kutib oladi. Bir yoq tarafga stol, bir yoq tarafga divanli zona bemalol qilib olsangiz bo'ladi. Va xonadonimizga shundoq kirishimiz bilan bizani mana shunaqa oshxona qismimizni kutib oladi. Ikki yon taraflama ko'rayotganingizdek mebel qo'yilgan, jihozlari bilan tayyor, to'pli pol qilingan bu joylarimizda va bemalol ovqat tayyorlab siz mana shu yerda ovqatlanib o'tirsangiz bo'ladigan sharoitlar bor. Balkondan videoni ko'rsatdim. Hozir yana bitta balkonimiz bor. U balkondan ham vidlarini ko'rsatib o'taman. Xonadonimizga shundoq kirdik. Chap qo'limizda bo'lsa, bu bizani birinchi spalnamiz. Bu spalnamizning oynalari shunda mana shu oshxonamiz tarafga qaragan panoramli vid. Keyin bu yon tarafda bo'lsa, bizani razdelli sanuzyulimiz joylashgan. Keyingi xonamizga o'tamiz. Yana bitta yotoqxonamiz bor bu yerda. Mana shu zalimiz tarafdan o'tiladi. O'zi zalni juda katta qilib yuboribdilar. Okamlar bu yerda sal kichkinaroq turib, mana bu yotoqxonamizga qo'shib yuborsa bo'lardi. Bu yerda yana bitta yotoqxonamiz va o'zini ko'rayotganingizdek mana shunaqa katta balkoni bilan joylashgan. Vidiga xullas gap so'z bo'lishi mumkin emas. Shundoq shahar ko'rinib turadi. Bu dvorimizning ko'rinishi, dvorimizda fontan, besedkalar, skameykalar chiroyli qilingan. Fasadlari bilasizlar, travertin toshidan bitgan bu domimizning 8 qavatli domimiz, 8-qavatida 87 kvadratli xonadon, o'rtada hech kim yo'q, primoy joyi egalarining telefon raqamlari videoning описаниесida.